Hop, Figma bo'yicha ikkinchi darsimizga xush kelibsizlar. Biz endi bu yerda sizlar bilan o'sha Figma oynasini tanishib chiqamiz. Undan tashqari shu Figmada qanaqa qilib ishni boshlashni ko'rib chiqamiz. Figmaga kirsanglar shu oyna ochilishi kerak sizlarda. Mana reset bor, o'sha oldingi faylda community bo'limi bor. Biz aytgan edik, Photoshopda xuddi Canvaga singari unda resurs bormi deb. Photoshopda yoki Illustrator bo'lmasligi mumkin, lekin Figmada bu bor. Mana communityda o'sha boshqa dizaynerlar tomonidan qo'yilgan resurslar, pluginlar, har xil shablonlar bor. Bundan olib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. O'sha communityga kirib, yana bitta o'zingizlar uchun qidirib ko'rsanglar bo'ladi. Masalan, poistga, ya'ni search qismiga o'zingizlarga kerakli dizaynni, masalan, SMD deb qidirsanglar, chiqmasligi mumkin. Social media deylik. Social media desanglar, mana ikonkalar o'sha chiqyapti. Poist bersanglar, mana ikonkalar social mediani yoki nima resurs png resurslar qidirsanglar bo'ladi. Png deb poist beramiz. Mana png har xil resurslar, vektor formatdagi resurslar, ikonkalar, hamma narsa chiqyapti. Yana o'zingizlarga kerakli narsani shunaqa poist berib, bemalol community qismidan topsanglar bo'ladi. Hop, bu bizani o'sha anaqamiz, profilimiz desak bo'ladi. Draftsda bu ishlatilmayotgan yoki o'chib ketgan fayl turishi mumkin bu yerda. All projectda o'sha bizani qanaqa proyektlarimiz bo'lsa, o'sha hammasi shu yerda turadi. Resursda o'sha biza resurs qo'ymaganimiz yoki resursimiz yo'q uchun bu yerda aniq turibdi. Mana trashda update qilgan programmalar, fayllarimiz turadi. Biz endi ishni nimadan boshlaymiz? Resetga o'tsak, biza oldingi safar ochgan oynamiz bor. Shunga kiramiz. Bu Photoshopga o'xshab har bitta masalan ochayotganingizda artboard uchun razmer tanlab ochilmaydi. Bu mana bizada umumiy hammasi mana shu yo'li ish maydoni. Biz bu yerga har xil dizaynlar bilan bemalol ishlasak bo'ladi. Bu uchun endi ish oynasi haqida gaplashamiz. Bu yerda bizada chap tarafda, ya'ni chap tarafimizda proyekt bor. Proyekt nomini qo'ysak bo'ladi. Masalan, hozir dars uchun deymiz. Dars uchun degan proyekt bor. Bizada page, mana pagelar bor. Bu bizada artboardlarga solishtirsak bo'ladi, ya'ni Photoshopdagi artboard. Layerlar o'sha o'zimizda Photoshopdagi layerlarni ko'rsak bo'ladi. Ya pagega artboard emas, boshqa narsa hozir ko'ramiz. Masalan, endi biz dizayn boshlashimiz uchun yangi fayl ochishimiz kerak. Yangi Photoshopda o'xshagan razmerda fayl ochishimiz kerak. U uchun biz nima qilamiz? Ko'rsanglar past qismida toollar bor. Aytganimdek, Figmada toollar juda ham ko'p emas, kam, lekin yetarli. Bu birinchisi har xil move yoki bunaqa ushlab bundoq surishimiz uchun yoki narsalarni tanlashimiz uchun bor. Slide, scale, bu boshqa, hozir keyinchalik ko'ramiz. Keyingisi frame bor. Frame'da section, slice bor. Frame, biz asosan frame ishlatamiz. Bu bizani o'sha artboardimiz. Masalan, frame'da ba'zida o'zi o'ng tomonda har xil o'zi razmerlar bor. Masalan, iPhone yoki tablet, planshetlarni, desktop prezentatsiyani mana 16:9 yoki boshqa umuman template razmerlar bor. Undan tashqari biz o'zimiz ochsak ham bo'ladi bemalol. Hop, mana ochib ko'ramiz. Bitta bossak ekranga, mana bizda artboard ochildi. Artboardimizning razmeri mana 100 pikselga 100 piksel turibdi. Demak, Figma pikselda ishlaydi, santimetr yoki millimetrda ishlamaydi, faqat piksel bilan ishlaydi. Biz o'ng tomonimizda mana shu biz artboardimizga tegishli propertieslar, ya'ni nastroykalar bor. Biz endi buni razmerini 1000 masalan 80 ga 1920 qilamiz. Ko'rsanglar, mana umumiy bizda ish oynasi juda ham katta va biza artboardimiz shu. Buni kopiya qilib bemalol xohlagan joyimizga olib borib ishlashimiz qulay. 1920 emas, 1350 post razmerda. Biz endi artboard ochib oldik. Artboardimizni bu yerda o'sha propertieslarda nima bor?
ana 1080 ga 1350 bu razmeri. Mana bular o'sha tekstlaydigan anaqalari. Hop, frame'da keyingi bizga kerak bo'ladigan bu appearance 100% turibdi, bu opacity'si. Mana bu corner, ya'ni burchakning radiusi. Burchakka masalan 100 piksellik radius bersa, burchagimiz avvalni bo'ladi. Hop, keyingisi mana bu background color, ya'ni rangi, umumiy artboardning rangi. Color qismida yana nimalar bor? Mana gradient bor bu yerda. Color, gradient. Bu yerda har xil tekstura qo'shsangiz bo'ladi. Bu yerga image, ya'ni rasm qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerga video qilsangiz ham bo'ladi. Hop, biz color oq turib qo'yamiz. Librariesda biz o'zimiz uchun ranglarni saqlab qo'ysak bo'ladi. Buni keyinchalik yana tanishamiz. Hop, bu yerda hex kodi deyapti. Mana bu kod bilan qo'ysangiz bo'ladi. Bu rangning opacity esa on this page deyapti. Bu shu anaqadagi, ya'ni shu mana page bir turibdi. Shu page'dagi bor ishlatilgan ranglar shu yerda turadi. Masalan, biz hozir bu yerga boshqa rang ishlatsak, mana fil qismida yana bitta rang qo'shildi. Hop, frame bu stroke versiya bo'ladi. Frame'imiz uchun stroke rangi inside, center, outside bor. Ya'ni inside stroke masalan 10 qilsak va stroke ni qizil qilsak ko'rinadi. Ya'ni frame'imiz hozir inside turibdi, ichki qismida. Center qilsak o'rtasida, center. Outside qilsak stroke tashqarisiga, frame'ning tashqarisiga chiqadi. Bu stroke'ni qalinligi, qalin yoki ingichkaligi. Bu shu hozircha edi. Stroke'ni o'chirib qo'yamiz. Effects bo'limi bor. Effectda bir qancha effektlar bor. Inner shadow bor, o'sha ichkariga bo'lgan shadow, drop shadow bor, tashqaridagi shadow, layer blur bor, ya'ni shu anaqani frame'ni blur qiladi. Background blur bor. Bu orqa tarafni blur qiladi. Bular bilan yana keyinchalik tanishamiz. Hop, buni ham o'chiramiz. Export bor. Ya'ni shuni tanlab turib, export biz o'zimizga kerakli format PNG, JPEG, SVG, PDF bittasini tanlab export qiladigan bo'lsak, o'sha narsani, ya'ni shu frame'ni biz shu dizaynni saqlab qolamiz. Dizaynlarimiz shu frame'ning ichida qilinadi. Bu masalan frame bosib export qiladigan bo'lsak, faqat frame'ning ichida nima bo'lsa, shuni saqlab qilamiz. Hop, frame bilan tanishdik. Endi bizda keyingi anaqamiz toolimiz bu rectangle, ya'ni shape tool deyiladi. Bizda mana to'rtburchak bor, liniya bor, anaqa arrow, ya'ni strelka bor, ellips dumaloq, uchburchak yoki ko'p burchak yoki rasm yoki video. Hop, to'rtburchak chizamiz. Xuddi shunaqa Photoshopda qanaqa bo'lsa shu. Mana agar shiftni bosmasam, buni xohlagancha to'rtburchak qila olaman. Agar shiftni bossam, faqat kvadrat chiza olaman. Hop, chizdim. Endi bu yerda ham xuddi shu proportieslar bor. Mana bu yerda position, ya'ni align bor. O'sha Photoshopda align deydi. Ya'ni bu chapga tekslash, o'rtaga tekslash va o'ng tarafga tekslash. Bu frame bo'yicha o'rtaga tekslaydi. Bu frame bo'yicha chapga tekslaydi. Bu frame bo'yicha tekslaydi, o'sha gorizontal, vertikalni tekslaydi. Tepaga, pastga yoqlab. Hop, keyin bu o'sha anaqani to'rtburchakni pozitsiyasi x o'qida qancha pozitsiyada turibdi, y o'qida bu unchalik shart emas. Bu burchak o'sha aylanish, ya'ni qanaqa burchakda turibdi bu. Hozir 0 gradus burchakda, ya'ni biz aylantirmaganmiz. Hop, yoki buni bossak, biz flip horizontal, flip vertikal, bu o'sha anaqa masalan keyingi shape'da ko'rsak bo'ladi. Ya'ni hozir masalan uchburchak chizadigan bo'lsam, bu ko'rsanglar bu yerda faqat artboard ichida ishlamaydi, tashqarida ham bemalol chizib ishlasangiz bo'ladi. Faqat saqlanib qolganingizda muammo bo'ladi. Shuning uchun frame ichida ishlaysiz, tashqarida ham bemalol resurslarni saqlashingiz mumkin bo'ladi. Hozir men buni ko'rsatmoqchiman. Mana flip vertikal qilsam, bunaqa manchasiga aylandi. Yoki bundoq qilib turib flip horizontal qilsam, bunaqa manchasiga aylanadi. Hop, endi to'rtburchak bilan bu eni, to'rtburchakning eni, bu bo'yi. Shu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi.
buni bosib qo'ysangiz, buni o'zgartirganingizda teng, hamma tomoni teng o'zgaradi. Buni o'chirib qo'yamiz va bundoq ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi bu appearance, bu opacity, ya'ni prozrachностьda, bu xuddi o'sha burchaga, ya'ni masalan 100 qilsam, buni bossanglar individual corners, ya'ni har bitta burchak uchun alohida bersanglar bo'ladi. Masalan, bunga 20 berasizlar, bunga masalan 50 berasizlar, bunga umuman 0 berasizlar. Shunaqa tartibda har bitta burchak uchun alohida ishlasa bo'ladi. Bu fill, ya'ni rangi fill qismida nima turibdi. Keyingisi bu stroke ko'rdik, mana effects ko'ramiz. Effektlarni, ya'ni boshqa yangi darsda umumiy tanishib chiqamiz. Hozir faqat turlar bilan tanishamiz. Demak, to'rtburchakni tanishdik. Endi line hop, buni ochamiz, yengidek turadi. Line tool, ya'ni buni bosamiz, chizuv chizadi. Line tool olamiz, bosib, mishkani bosib turib suramiz. Bosib qo'yib yuborsak bo'lmaydi. Ya'ni bosib qo'yib yuborsak hech nima bo'lmaydi. Faqat buni bosib turib chizishimiz mumkin. Buni shift bilan qilsak, xuddi shunaqa mana 45 gradus, 90 gradusda chizadi. Shiftni bosib turgan holatda. Buni nimasi bor? Buni ham proportiyalari bor. Eniga qancha uzunligi, opacity'si, bu endi fill qismi bo'lmaydi, stroke qismi qanaqa rangda yoki qanaqa qalinlikda yoki oxir tugashi qanaqa, dumaloqmi, to'rtburchakmi, hammasi bor. Endi keyingi toolimiz bizda arrow, xuddi line ga o'xshaydi, faqat uchida strelkasi bor. Buni ham qalinligini o'lchab ishlatsak bo'ladi. Mana bu stroke strelka bitta tomonga qarab turibdi. Biz buni bu yoq tomoniga ham qo'shsak bo'ladi. Har xil dari bor. Bu boshlanish nuqtasi. Ya'ni shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Bu qalinligi, bu rangi. Keyingisi ellips bor. Ellipse tool, bu ham xuddi shunaqa to'rtburchakka o'xshab, buni shiftni bosmasam o'zim xohlagancha dumaloq aylana qila olaman. Shiftni bossam faqat dumaloq aylana chiza olaman. Buni ham proportiyalari bir xil. Bunda farqi mana bu yerda nuqtasi chiqadi. Buni nuqtani tortsanglar, aylana doirani kessanglar bo'ladi. Bunaqa machasiga kessanglar bo'ladi. Buni tortadigan bo'lsanglar, hop, mana bu nuqtani tortadigan bo'lsanglar, bunaqa shakl qilsanglar bo'ladi. Buni aylantirib ko'rsanglar bo'ladi. Bunaqa machasi qilsanglar ham bo'ladi. Mana kessanglar bo'ladi. Ya'ni aylanani imkoniyatlari shunaqa. Endi keyingisi bizda uchburchak chizib olamiz. Buni ham xuddi shunaqa shift bossak, hamma tomoni teng bo'lgan uchburchak chizadi. Chizganimizdan keyin buni burchaklarini ko'paytirsak bo'ladi. Mana bu yerda 3 turibdi. 3 ko'paytiradigan bo'lsak, ko'p burchakga aylanadi bu. Eng minimum 3 ta. Buni ham opacity'si bor, rangi bor va burchaklarni avvalni qilsa bo'ladi. Mana bu yerda mana bu nuqtadan ham burchaklarni ko'paytirsa bo'ladi. Keyingi toolimiz bizda star, ya'ni yulduz. Bu bosib chizib olamiz. Shiftni bossak o'sha hamma tomoni teng bo'lgan chiqadi. Buni ham burchaklarni ko'paytirsak bo'ladi, ya'ni qirralarini, mana bu ichki qirralarni gradusini ham katta kichkina qilsak bo'ladi. Ya'ni o'zimizga kerakli yulduzchani olamiz shunda. Hop, bunda ham ichida mana nuqtalar chiqdi. Bu mana shu burchaklarni gradus avvalniligi, bu o'sha burchaklarni gradus, ya'ni o'tkir yoki o'tmasligi.
mana bundan burchaklarni ko'paytirsak, ya'ni qirralarni ko'paytirsak bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa rangi bor, stroki bor. Endi keyingi toolimiz image bor. Ya'ni Figmaga to'g'ridan to'g'ri rasmni olib o'tsak bo'ladi. Masalan, hop, mana shu rasmni olamiz. Mana rasm oldi. Endi men qayerga joylashim kerak rasmni mana. Shunday qilib o'zim joylab qo'ysam bo'ladi rasm. Buni boshqacha yo'llari bor. Bemalol boshqacha ishlatsak bo'ladi. Mana shunaqa qilib ham qilsak bo'ladi. Endi rasmni bilan xuddi shunaqa opacity bor, burchaklari bor, stroki ham bor. Endi sal rasm Photoshopchalik zo'r ishlab bo'lmaydi rasm bilan ko'p, lekin minimum ishlaydigan usullari bor. Buni o'rtaga tekislaymiz. Masalan, rasmni men kesmoqchiman. Eniga katta. Bundoq qilsam hamma tomoni kichayapti. Sababi mana bu zanjir yoqib qo'yilgan. Zanjir uzaman. Endi bunaqa majasiga qilsam, ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkita tomondan tekis qisqaryapti va bayroq o'zi o'rtada turuvdi. Kichkina qilsam ham yana o'rtada qolyapti. Bunaqa bo'lmasligi uchun masalan bayroq menga faqat mana shu joyi kerak, kesishim kerak. Bu uchun Ctrl-ni bosib turaman-da, mishka bilan bu yoqni yurg'izaman. Shunda bunaqa majasiga, xolisam bunaqa majasiga rasmni kesib ishlatsam bo'ladi. Endi masalan, menga hozir mana shunaqa bo'lib qoldi rasmim. Buni bayroqni o'rtaga qo'yishim kerak. Xuddi shu razmerda, lekin bayroq o'rtada turishi kerak. U uchun men rasmni fildagi imagega bossam, mana shunaqa turibdi. O'zi mana rasm bundoq. Men faqat mana shu joyini ishlatyapman. Demak, buni rasmni bundoq o'rtaga solib qo'yishim kerak. Shunaqa ishlataman, burchagiga radius beraman. Va shu holatda bemalol ishlatsam bo'ladi. Demak, biz bu tool bilan mana shu hammasi bilan ishladik. Endi keyingi darsda qolgan toollar bilan yana batafsil tanishamiz.